bir ukamizga topib berganmiz, 77 yoqmagan ekan. Qani bosing. Antiradar yaxshi ishlamayaptilar. Nochinga tutadigan distansiyasini qaranglar, qancha joyda distansiya tutadi. Qarab turinglar. Камера на 60. Снижайте скорость. 600. Лачин. Qarang, o'zlari shu nochinga tutadigan distansiyasini qaranglar. 500 metr, 600 metr. Ular o'z joyidan tutadi. Mana loja hali yetib kelganmiz. Ma'lumot uchun neonlar ishlatadiganlarni antiradar anshiqdan deteksiya tutadi. Ana shu joydan tutadi. Buni tutib keladigan joyni ko'rdinglar o'zlari. Ukamiz tutmaydi deganlar uchun o'zi обязательно testga chiqdi. Ukam qanday? Çok yaşa. Tutyaptimi o'zidan? Albatta çok iyi. Yaman yoktu. Men o'yladim, oyna almashgan uchun o'zidan tutmaydigan bo'lsa kerak deb o'yladim. GPS yonmagan ekan. Yoqib tekshirib berdik. Tutib turishni o'zlari ko'rib tursizlar. O'tgan turishimizga ham to'lqinlarni hali o'zgan. Agar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizga 3 xil modeldan bor. Doppler deyiladi, 2 Elena bo'ladi. Doppler deganga yana Dopplerga yopishib olmaylar. Dopplerda soch prosi bor, gibrid bor, haqiqiy Doppler bor. Hammasini ichida Elena uslutel ikkita bo'ladi. Sog' shavet, omon shavet.